Hammaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa navbatdagi yana bir chiroyli peyzajxonamizni bitirib olganmiz. Mana lekin ko'rmasangizlar bo'lmaydi. Mazza etib chiqadi xudo xolasa. Seriyadan taxlab beryapmiz chiroyli etib. Gaz bilan dimoxodlari 90lik bo'ladi. Ikkinchi tana shuningdek shishali profildan taxlab beramiz chiroyli etib. Bu yerda avtomat pozdamogga qo'yib berdik. Yanlarında bu yerda ko'p funksiyali mo'ykalar ham bor. Bularning hammasi ishlab turibdi. 100% da qilgan, sovuq suv hammash tayyor xudo xolasa. Suqo'y xolodilnik. Ya'ni bu yerda bankali shuni vajari terib qo'ysangiz ham bo'ladi, assortiment vajlaringizni bemalol taxlab ishlasangizlar bo'ladi. Pastlaridan ham foydalanamiz, mebelimizni taylardan tortmalatib beryapmiz. Taylar butun tortma bo'ladi. Stolimiz Eronkindan bo'ladi. Ya'ni 3,5 santlik yangi qismdan bo'ladi. Mebelimizni balandligi 1,50 bo'ladi, oq yeri 1 metr, ya'ni usti 50 sant taxlab beryapmiz chiroyli etib. Mana shunday chiroyli oshxonalar kerak bo'lsa, bemalol pastdan umr qoldiramiz. Aloqasiz taxlab beramiz chiroyli etib.